Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün çislağı 2021 yılı 1 ayının 8. günü. Yukarı leksiyanın devamı 12. ayının 30. günü seherde vaksina Beijing aeroportudan Türkiye Ankara'ya gidip geldi. Vakit noktası Cungo Memleketlik Halk Vekiller Kurultayı Daimi Komiteti. Cungo Memleketlik Halk Vekiller Daimi Komiteti kaçıranlar Cungo Halk Cumhuriyeti bilen Türkiye Cumhuriyeti oturusunda imzalangan Uygurlarına ötküzüp biri şartnamasını tasdiqlagandan keyinki vaqtqa doğru geldi. 26. gün tasdiqlandı. Türkiye ve Cungo iki devlet 2017 yılı yukarı şartnamasını imzaladı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 2019 yıl 4. ayda bu şartnamanı Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nin tasdiqlashiga topshirdi. Lekin Büyük Millet Meclisi hozirgacha bu şartnamanı tasdiqlamadı. Cungo'da ziyonkashlikka uchrab Türkiye'ye kaçıp bargan Uygurlar ansirashga başladı. Beijing iqtisodiy manfaat berishdan foydalanib Ankara doiralariga ta'sir ko'rsatib, shartnomadan foydalanib, jinoyatchilarni qator tizib chiqib, erkinligi uchun kurash qilayotgan siyasi erbab Uygurlarni Cungo'ga ötküzüp berse Beijing siyasi maqsadiga yetgan bo'ladi. El-Monitor munda xabar qildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu virus qarshi vaksina bilan Uygurlar masalasi o'rtasida bog'lanish borligini inkor qilib, Ankara'nın hozirgacha Beijing'ning o'tkazib berish taraflarini rad qilganligini ta'kidladi. Şunlaşqı yuqorqi shartnoma bundan keyin Türkiye'nin Uygurlarni Cungo'ga o'tkazib berishiga vakillik qila olmaydi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 2 nafar, ya'ni Cungo taraf bilen alaka münasebette buluvatkan Türkiye'lik haberdar kişiler mundaq ko'rsatdi. Türkiye'nin Cungo'ga vaksina zakaz qilganligi Beijing'ning Ankara'ga o'tkazib berish shartnomasi tasdiqlashi to'g'risida besim ishlatishiga o'ng'aylik tug'dirib berdi. Lekin Cungo'ning strategik tafakkuri Uygurlar masalasidan alqab ketgan edi. Haberdar kişiler mundaq hesapladı. Cungo vaksinadan foydalanib har qaysi ellarning qo'llashiga erishmoqchi bo'ldi. Uygurlar masalasi ko'tarib chiqib, bu jarayonga o'zi to'sqinlik qilishi mumkin emas. Shunlashqa Beijing o'tkazib berish shartnomasini tasdiqlashdan burun Ankara tarafdan Cungo'ga agishib ilgirlaydiganligi to'g'risida ijobiy ushur berdi. Vaksinaga munosabatlik bo'lsin yoki bo'lmasin, Cungo Uygurlarni o'tkazib berish shartnomasini ma'qulladi. Bu balki Türkiye'nin o'xshash shunday qilish to'g'risidagi besimini oshirdi. Ankara doiralari davlat ichida İslamistik ve milletçiler lagerining aksi taraflik besimiga duch kelganda eng muhim hokimiyat sirtidagi partiya Cumhuriyet Halk Partiyasining besimiga, ya'ni bu partiya Uygurlar masalasida qattiq sado qaytargan partiya edi. Mushu partiyaning besimiga duch keldi. Gerçi Prezident Erdoğan dünyanın her qaysi joylaridagi ezilgan millatlarni qo'g'daydigan kishi bo'lib o'tirg'i chiqib, kimdi bir chiqqan bo'lsa-mu, kechiringlar, kimdi birisi uni Erdo'g'onni Uygurlarni satabatdi deb ayblagan edi.
Qaraganda Prezident Erdoğan hakimiyet sırtıdaki partiyalar nime deydi? Endilikte nime deydi degan meseleге pisand mi qilmaydigan bo'ldi. Davomini anglaysiz.